Assalomu alaykum, hurmatli YouTube Doktor Ishanu kanalimiz tinglovchilari, obunachilari. Barchangizni ulug' kunlardan bo'lmish ro'za-yu Ramazon oylariga eson-omon yetib kelganingiz bilan tabriklayman. Asosan ko'pchilik so'raydi, homiladorlarga mumkinmi, emiziklilarga mumkinmi deydi. Tibbiyot nuqtai nazaridan, shariat nuqtai nazaridan qaratilganda bu insonlarga, ya'ni ona bo'lganlarga va ona bo'lish arafasidagi homiladorlarga tibbiyot buni bunday qilib aytadi. Bola chaqaloq. Qorindaligida ham, chaqaloqligida ham muntazam ovqatga ehtiyoji bor. Chunki u ham jismoniy, ham aqlan rivojlanish bosqichida. Homiladorlarga keladigan bo'lsa, homiladorni qornidagi chaqaloq homiladorni qoni bilan aylanib turgan oziqalardan ovqatlanadi. Bilingki, ro'za tutganda ertalab og'izni misol uchun yopadigan bo'lsa, endi tongda keyin och kunga qadar qonda qand miqdori va mineral moddalar kamayib ketadi. Oqibatda bola ham ochlikka uchraydi. Ayni mana shu kunduzgi qismda bolaning nerv sistemasi yoki yurak tizimi rivojlanishi kerak bo'lib turgan paytda kerak bo'ladigan, unga shu yuragini misol uchun klapani mustahkamlanishi uchun kerakli bo'lgan modda o'sha kunduz kuni yetib kelmasa, bu bolada yurak nuqsoni bilan tug'ilish imkoni oshib ketishi mumkin. Yuragida nuqson paydo bo'lib qolishi ehtimoli oshib ketadi. Shuning uchun hali chaqaloq ona qornida rivojlanayotgan bosqichida uni qandaydir ovqatdan yoki qandaydir qondan bo'g'ib bo'lmaydi, siqib bo'lmaydi. Yoki onani nimjonligi bo'lsa yoki homiladorning qoni kam bo'lsa, shunning o'zidayoq chaqaloq nimjon tug'ilishi mumkin. Tug'iladi shunaqa. Hozir o'zi har 10 tadan 8 ta qizlarimiz shirtiq-pirtiq shiraygan nimjonda, nozik. O'zi yemay yuradi, shundoq ham animishniy qizlari bor. Bu zo'rg'a homilador bo'lganidan keyin u ro'za tutsa, homilasi tushib qolsa, keyin ertaga u yana homilador bo'ladimi, bo'lmaydimi, shunaqa vaziyatlar dilxiraliklarni olib keladigan baxtsiz hodisalar bo'lmasligi uchun tibbiyot ham, shariat ham bularga tavsiya qilmaydi. Endi shariatda misol uchun tutib ko'rsin deb faqat emiziklilarga aytgan. Unda ham emizikli onani suti bolani to'ydirishga yetmay qoladigan bo'lsa, unda ro'za kerak emas degan. Meditsina esa aytgan. Emizikli onani hamisha to'la-to'kis ratsionda to'liq ovqatlanishni tavsiya qiladi. Chunki bolaga, chaqaloqqa osh bera olmaysiz, sho'rva bera olmaysiz, shashlik, somsa, gumalari bera olmaysiz. Faqat u ona sutidan quvvatni, bor rivojlanish kerak bo'ladigan hamma oziqani onaning ko'kragidan oladi, sutidan. Bu sut yetmay qolsa yoki suyulib ketsa yoki kaloriyasi bo'lmasa, bola to'ymaydi. Oqibatda nima yuzaga keladi? Bolaning jismoniy rivojlanishi orqada qoladi, bolaning aqliy rivojlanishi orqada qoladi. Sizga mana shunday narsa bo'lmasligi uchun tibbiyot emizikli yoki homilador ayolga rejimini buzmaslikni, ochlik bilan tutiladigan ro'zani tavsiya qilmaydi. Negaligini aqlona meditsina nuqtai nazaridan tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Insonni salomatligi yuqorida birinchi o'rinda turadi va shu bilan hisob-kitobga olgan holatda organizmga, sog'liqqa va jonga, odamga, bolaga, chaqaloqqa zarar yetmaydigan holatlarda, sog'liqni yaxshilaydigan vaziyat bo'lgan holatlarda ro'za tutish vojib deganlar. Homilador bo'lganligi va uning xavfli bo'lganligi e'tiboridan ro'za tutgani uchun emiziklik bo'lganligi va emizish ro'za tutganligi uchun xavfga aylanayotganligi sababidan bu ikki turdagi xonimlarga, ayollarga, muslimalarga ro'za tutmaslikka ruxsat berilgan. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga kod yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.